Dersimizin ikinci babı PHP muhitini kuruş ve itiş kuralları. Birinci saatlik dersimiz PHP'nin icra buluş muhiti. PHP tili bolsa HTML tilining arasıga singishtirib yazıladigan yuqori darajadagi alohida ma'noga ega bo'lgan harflar to'pini tuzilgan til. U asosan mulozim til ijro bo'ldi. Hamda biz harakatchan tor bekatlarni yasashda PHP tili, ASP texnikasi, net texnikasi va yoki Java web texnikasini qo'llanib yasaydik. Endi mushu men deb o'tgan PHP, ASP, net, Java web texnikasi qatorliqlarning hammasi, ya'ni biz harakatchan degan texnika yoki tillarning hammasi asosiy mulozim til ijro bo'ldi. Endi HTML tili bo'lsa, HTML tili tor bet to'lgandan tortib HTML tili tor bekatning asosiy tili bo'lib maydonga chiqqan. Shunga HTML tilniki ijro bo'lish uchun mulozim til talab qilinmaydi yoki mulozimlik etmaydi. HTML tili faqat internet ko'rguvchilar o'tirganishning o'zilakin ijro bo'linib manaveradi. Endi bizning mulozim turimiz. Bizning mulozim turimizning roli bo'lsa PHP tilidagi programmani tinch elatdagi programmaga, ya'ni HTML kodga aylantirishdan iborat. Endi biz boya deb o'tgandek ASP texnikasiga, PHP tiliga yoki net texnikasi, Java web bo'lsin, hammasiga uning ijro bo'lishi uchun bir mulozim tur ketadi. Bularniki hammasiga ayrim-ayrimdan o'ziga mulozim deb hisoblangan. Biz PHP'niki harakatchan tor bekatlarlash tilgan PHP'ni ijro qilishimiz uchun buningga ayrim mulozim tur bor. Endi bizning mulozim turimiz qanday ishlaydi? Mulozim turning ishlash prinsipini ko'rib boqaylik. Tor ko'rguvchi abonent, ya'ni men bir tor ko'rguvchi bo'lsam, Internet Explorer'ni ichib, Internet Explorer'niki adresiga www.checkit.com deb internet bosgandan keyin men naq shu ulanish tor bekatini ziyorat qilish talabini mulozim turga yo'llagan bo'laman. Endi men ziyorat qilish talabini mulozim turga yo'lladim. Mulozim tur qanday qildi ko'rib boqaylik. Mulozim tur birinchi bo'lib bizning yo'llagan shu talabimizni qabul qildi. Ikkinchidan harakatchan tor bekatini tepish, ya'ni harakatchan tor bekatini tepish deganda biz naq shu PHP tilida yozgan index.checkit PHP degan tor bekatini izlab topadi. Uchinchisi harakatchan tor bekatining programmasini ijro qilish va uni tinch holatdagi programmaga aylantirish. Mana uchinchisi mulozim turning eng asosiy rolida. Uchinchisi shu. To'rtinchisi tinch holatdagi programmani tor ko'rguvchi yo'llab berish. Tinch holatdagi tor programmasini tor ko'rguvchi yo'llab bergandan keyin bizning naq ko'rdig'imiz dalmish tinch holatdagi tor bet bo'ladi. Ya'ni biz tor ko'rguvchi abonentlarning ko'rdig'ini HTML holatdagi, ya'ni tinch holatdagi tor bekat bo'ladi. Bizning mulozim turimizning ishlash prinsipi mana shunday bo'ladi. Endi mulozim tur biz PHP tilida asosiy jihatdan Apache'ni mulozim tur qilamiz. Burun ASP yoki net o'rganganlar bo'lsa, ASP yoki net texnikasida IISni mulozim tur qilibdi. PHP'da IISni mulozim tur qilish bo'ldi, ammo ko'pchilikning hammasi Apache'ni mulozim tur qilib ishlatgach, bizmo darsimizda ham Apache'ni so'zlaymiz, Apache'ni mulozim tur qilib turib programlarni tuzib ijro qilamiz. Ana PHP'niki funksiyon biri. Biz PHP'ni so'zlab o'tganda PHP'ning alohidligida PHP'niki funksiyon birini haqsiz deb so'zlab o'tgan. PHP'ning funksiyon biri haqiqatan haqsiz, ammo u PHP'ning funksiyon biri Windows sistemasi yoki Linux bo'lsin, Unix, Mac sistemlarida bo'lsin, u sistemlarning hech qaysisi PHP'ning funksiyon birini o'z ichiga olmagan. PHP'ning funksiyon birini qatnashish uchun PHP 5 ni qatnash to'g'ri keldi. PHP 5 ni biz Baidu yoki Google'ga PHP 5 deb yozib, uni tushirib kompyuterimizga qatnash bo'lsak bo'ladi. Shuningdek funksiyon birimizni qatnash
tugagan bo'ladi. Endi MySQL bo'lsa PHP'lik tor bekatlarni tuzgan eng ko'p qo'llanilgan sondan bo'lib, PHP bilan MySQLning birikishini biz altın birikish deb ataymiz. Endi PHP nemishqa MySQL qo'llamda, nima uchun MySQL asos qilib program yozganda desak, endi MySQLning o'zi bo'lsa o'tirtga sondan, PHP MySQLdan boshqa sondalarni qo'llaydi. Ama PHP orqali MySQLga mashg'ulot qilish bir qadar qulay ham oson bo'lg'achqa biz dars so'zlaganda MySQLni asos qilamiz, keyin tor bekat layliganda MySQL sondanini ishlatamiz. Ham PHP ham MySQLdan boshqa kichik tiplik sondalardan Access Focus Pro'ni, o'tirtki sondalardan Microsoft shirkatidagi SQL Server'ni, cho'ng tiplik sondalardan Oracle'ni qo'llaydi. Endi biz demak PHP'ning ijro bo'lish muhitini qurib chiqamiz deydiganmiz, biz cho'qim bir mulozim tur bo'lishi. PHP funksiya bir bo'lishi, sondan bo'lishi kerak ekan. Endi sondan haqiqatan tor bekatlarni tuzgan vaqtimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir muhim tarkib. Endi yuqorqi biz deb o'tgan 3 detalni ayrim qachlash bir qadar murakkab bo'lg'achqa biz to'plashtirgan muhit orqali PHP'ning muhitini hozirlaymiz. Biz PHP muhitini quramiz deyotganmiz, bizda mulozimlar PHP funksiyasi bir sondan bo'lishi kerak dedik. Bu 3 detalni ayrim qachlash haqiqatan bir qadar murakkab va vaqt talab qildi bir qator. Bizdan yana bu ayrim ilgilashni talab qildi. Ama shu ishlasang ayrim o'ziga xos alohidaligi va qachlash usuli va buni 0 seviyadan boshlab o'rganishlar uchun buni ayrim qachlab ko'rsak, ularningki o'rganishi bir qadar qiyin to'xtaydi. Shunga biz PHP muhitini to'plashtirilgan bo'loq orqali hozirlaymiz. Shuning bilan PHPning muhiti ijro bo'lish muhiti qurilib bo'lgan bo'ldi. Bu darsimizda biz PHPning ijro bo'lish muhiti ustida to'xtaldik. PHP'ning ijro bo'lish muhitini zot qanday quramiz? Bu darsni biz kelasi soat so'zlaylik. Bu darsimiz mushad oxirlashdi. Dars so'zgichi pirat tursin. PHP o'rganish. QQ top numeri 19.989 Dersimiz mushad oxirlashdi. Xayr xo'sh. İkinci saat dersimiz PHP'nin toplashtirilgan muhiti. PHP'nin toplashtirilgan muhitida da MySQL sondan PHP'ning funksiyasi bir Apache'dan iborat 3 detal tayyor bo'lib, birikma bo'loq orqali qachlashib bo'ldi. Yana bu birikma bo'loqning qachlash orqali bu 3 detalni qachlash maqsadiyat bo'ldi. Ana PHP'ning toplashtirilgan bo'loqlardan ShamPP, App Server, EasyPHP, APM Server qatorlar bor. PHP'ning toplashtirilgan bo'loqlari samandanchiq. Nayt ko'p PHP'ning toplashtirilgan bo'loqlarda. Endi buning orasida APM Server dastlab o'rganishlar uchun Nayt muvofiq deb qaralg'achqa biz APM Serverni qachlab PHP'ning toplashtirilgan muhitini qurib chiqamiz. APM Serverni kerak soatda qachlashni o'rganib bo'lsak, bu soat darsimiz mushad oxirlashdi. Dars so'zgichi pirat tursin. 3 dersimiz APM Serverni qachlash. APM Server bu detal kelsak, bu detal haqsiz detal bo'lib 4-chi surish bo'ldi. APM Server 4-chi surigandan keyin qattiq diskining g'ol mundaraj joyini yeb chiqish kerak. Hamda IP serverni biz 4-chi tushirib bo'ldik desak, 4-chi tushganda mana bu holat tushdi. Ammo bu detalni men QQ topning hujjat qismiga yo'llab qo'yaman. Shu yerdan tushirilib qachlasanglar bo'ladi. Tushgan deganimdan dal mushalat tushdi. Biz buni old bilan pressni yishimiz. Ya'ni 10 knopkani mousening 10 knopkasini chekib, bundan pressni yishish deganni chekib pressni yishimiz old bilan. Pressni yishilgandan keyin biz chekib kirib SPSR 5.2.6 nusxasini, ya'ni
sipishni bu hujjatni biz ijro qilamiz. Qo'shib ijro qilamiz. Qo'shib ijro qilgandan keyin buni yaydigan o'rin. Yaydigan o'rin deganda biz odatda qattiq diskning g'ol mundaj rayoniga yoki masalan g'ol mundaj rayoni deganda yoki diska yoki yidiska yoki efdiska degandek rayonni birini tanlab yaymiz. Masalan men bunu şu efdiska qilam yayay. Bo'ldi, efdiska tanlandi. Şu efdiska bilan bos bo'ldi. Muqimlashtirish knappasini bosdim. F rayon tanlab uni mush F diski ichiga men yeb chiqarmoqchi. Bundan yeyish knappasini bosdim. Yeyilib chiqadi hozir. Saqlab saqlab turaylar. Endi men F-diskni açay. Bunda IPM serverniki 5.2.6 nashri yeyilib chiqib bo'ldi. Endi biz IPM serverni kompyuterga qachlab bildik. IPM serverni kompyuterga qachlashdik, mashg'ulot bosqichi tugidi. Bu darsimiz mushayat oxirlashdi. 4-soatlik darsimizda biz IPM serverniki muhim bo'lgan mundarchilik bilan tanishib chiqaylik. IPM serverni yeb chiqargandan keyin IPM serverni açsaq, IPM serverniki aslida mana shunday ko'plagan mundarchi hujjatlari bor. Bunun ichida muhim bo'lganlardan MySQL 4.0 va MySQL 5.0 bo'lsa, bu ikkisi MySQL sandaning hujjatlari. Bu eng muhim bo'lganda yana 3W mundarchisi. Bizdan keyin ilib borganimiz 3W mundarchisi bo'ldi. 3W mundarchisini ishi qaraydigan bo'lsak, 3W mundarchisining ichida ASP, CGI, HTTOX, PHP MyAdmin degan 4 tur bor. Bunun ichidagi ASP bo'lsa, shu ASP hujjatlarini saqlaydigan o'rin. CGI bo'lsa, CGI hujjatini saqlaydigan o'rin. HTTOX degani eng muhim. HTTOX bo'lsa, biz keyin PHP hujjatlarini shu HTTOXning ichiga saqlab saqlaymiz. Hozircha biz IPM serverini ochgan vaqtimizda ishda asosiy o'zgarish bo'lmagan holatda PHP info deydigan shunday bir hujjatni biz ta'minlaylik. Biz keyin biz o'zimizningki laylagan programlarimiz, ya'ni PHP'lik programlarning hammasini HTTOXning ichiga saqlaymiz. Mana bunlarcha intayin muhim. Keyin biz torbetni saqladik deb bilmagan vaqtimizda shu darsni shunday ham so'zlaymiz. Torbetni saqladik deb. Saqlagan vaqtimizda HTTOXning ichiga saqlaymiz. Ya'ni shu 3W mundarchisi aslidagi 3W mundarchisi aslidagi HTTOX mushuning ichiga PHP'lik hujjatlarni saqlaymiz. Shu mundarcha bizning asosiy mundarchimiz bo'ladi. PHP hujjatlari bo'lsin, HTML hujjatlari bo'lsin, biz yozgan programlarimizni mushuning ichiga saqlab ijro qilamiz. Hozircha biz eng muhim deb qaraganlarimiz bilan mushuni ham so'zlab o'taylik. Hozircha boshqa mundarchaga tegishninki o'rin yo'q. Shunga shu bir mundarchani bilan bilib olsak bo'ldi. Bu soat dersimiz mushayat oxirlashdi. Darsingiz parat tursin. Fikr numaram 76-2800. Darsni yoqtirib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh. 5-soatlik darsimiz IPM serverini qo'zg'atish. Endi IPM serverini biz kompyuterga qachildik, uni qo'zg'atmasak u ishlamaydi. Ya'ni PHP'lik tor bekatlarni HTML o'tkazmaydi. Endi uni qanday qo'zg'atamiz deganda IPM server, ya'ni dal musha qisli shu. Shuni qo'shib qo'zg'atamiz. Qo'zg'atgandan keyin mandaq bir ko'zak chiqadi. Ammo ko'zakninki agar sizlar IPM serveriniki 5.2.6 ya'ni men shu kitobimizniki hujjatga yo'llab qo'ygan shu detalni tushirib qachlagan bo'lsanglar, shunday chiqqan bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Endi buni qo'zg'atish. Qo'zg'atganda diqqat qiladigan yer shuki, Apache'ninki mana chetiqiga 80 bo'ldi odatda. Endi biz bu yerda navodi kerak burn ASP ishlatib IISni qachlagan bo'lsa kompyuterga. IISning yig'imi 80 bo'ldi.
Endi navada kompüterimizda tushunli deydigan tushirgich bo'lsa, uningmi chetiqiga 80 bo'ldi. Endi navada IES ba, tushunli ba, mundaq ahvolasida biyaninki chetiqimiz 88 yoki 82 degandek o'zgarsak bo'ladi. Endi navad IES yoki tushunli bo'lmasa 83 vas bo'ladi. Endi men MySQL'niki asosiy yig'izlari o'zgarmasi bo'laverdi. Bu cho'ng chatoq chiqib ketmaydi. Endi biz faqat PHP bilan so'zlagachga ASP.ni qo'llaydigan boshqa ishlar bilan hablashmaylar. Endi IPM serverini qo'zg'atish kelsak, dal mana mush ko'zak chiqdi. Bu ko'zakdan IPM serverini qo'zg'atish deganda birini bosgandan keyin IPM server qo'zg'atish boshlaydi. Endi IPM serverini har doim biz ishlatgan vaqtimizda bir qitim qo'zg'atamdiq desak, bu daqlash ketmaydi. Sistemini qayta qachirilmagan ahvolasida biz bir xil sistem ishlatdik. O sistemni qayta qachirilmagan ahvolasida faqat va faqat IPM serverini bir qitimda qo'zg'atib qo'ysak, uni to'xtatmasak, biz keyin PHP'lik hujjatlarni tahlilga vaqtimizda bir ichib qo'yamiz, bo'ldi. Undan keyin hablashmasak, qayta ishning hojati yo'q. Shunga hozir bir qitim qo'zg'atdim, qo'zg'alish tamomlandi. Mana qo'zg'alish tamomlandi. Demak, bizningki IPM serverini qo'zg'atishimiz mana mush jarayonni mana shundaq bo'ladi. Bu soatda yana IPM serverini qo'zg'atish dersimiz müşterek bo'lsa, dersimiz oxirlashdi. Dersimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. 6-soatlik dersimiz PHP'niki muhitini sinash. Bizningki PHP'niki muhitini qurib chiqish xizmatlarimiz asosiy jihatdan oxirlashdi. Navbatda biz bet yuzini ko'rish orqali bizningki PHP muhitini qurib chiqishimiz layoqatli bo'ldimi yo'qmi, shuni bir sinab tekshirib boqaylik. Yani biz IPM server ma'lumotini ochgandan keyin bu ma'lumotlarniki, ya'ni Apache'niki chetiqi ig'izi asosiy jihatdan 80 bo'ldi deb bekitilik. Ya'ni biz shu qaraydigan bo'lsak, hozir Apache'ning chetiqi ig'izi 80, endi MySQL Sandan'niki chetiqi ig'izi 3306. Bu yerda asosiy jihatdan o'zgarish bo'lmasa bo'ladi deb qaraymiz. Endi bizning shu kompyuterimiz mashg'ulot sistemimizda yana IES'ni qilgan bo'lsak yoki shunday detalli bo'lgan bo'lsa, bu yana 80 bo'lsa, bizning IES yoki shunday bilan ularniki chetiqizdan to'qnashib qoldi. Chunki IES'ning chetiqi 80, chunlimi 80 degan yig'izni ishlatildi. Undaq ahvolda yana biz bilan 80 qilib qo'ysak, to'qnashilib boradi. Buning hozir kompyuterimda IES yoki shunday bo'lmag'achqa men hozircha ben 80 qilib tursam bo'ladi. Shunga hozircha men 80 qilib ochay. Yana IPM serverini qo'zg'atay. Qo'zg'atish kuni birini bosgandan keyin qo'zg'alish qiladi. Qo'zg'alib bo'lsa satpal tarqib turayli. Bo'ldi. IPM server qo'zg'algandan keyin biz hamda tor bekat tuzib kiraylik. Bundaq oqibatni bir nachay. Oqibatni ochgandan keyin men oqibatningki adresiga 127.0.0.1 besib enter ko'nikishni uray. Urgandan keyin mana shundaq bir bet yuz ko'rindi. Endi bu yerda PHP info PHP deydigan bir hujjat shundaq chiqibdi. Nima shundaq bir hujjat chiqdi deganda biz o'zimizning PHP saqlaydigan shu mundarja qilib boqaylik. Yana IPM serverni ishiga kirib, 3W mundarjasidagi htdocs degan shu mundarja. Yani buning ishida yana PHP info PHP degan hujjat bor ekan. Bu hujjatni biz IPM serverini qachon vaqtida yana bo'ludi. Buni ishiga kirgandan keyin buni bir chekib boqaylik. Chekib ochaylik. Açqandan keyin bet yuza mana shundaq PHP'niki usullar kelgan bo'lsa, yana bu yerda PHP version 5.6, yani PHP'ning nashri bo'lsa 5.6 deb usul chiqdi. Mana shundaq bet yuza ko'rindi. Endi shundaq bet yuza ko'rinsa, bizningki PHP muhitini qurib chiqishimiz layoqatli bo'lgan bo'ladi. Endi bu
bizniki bet yana yüzüge kirishimizdan birinchi xil usuli 120 chekit 0 chekit 0 chekit 1 deganmiz. Ani buningdan boshqa yana bu yerga localhost deb bisib internet bosgandan keyin yana shu bet yuzi ko'rdi. Bu bet yuzi kirgandan keyin buni biz birini cheksak yana o'xshash usullar chiqadi. Bu localhost bilan yani 120 chekit 0 chekit 0 chekit 1 deganimiz tangdosh bo'ldi. Yani tangdosh munosabatda. Faqat va faqat bir sanchilab ezilishi, yani bir xachilab ezilishi. Yani dal bizning chetiq egizimiz 80 bo'lgan ahvolasida yana shunday usullar chiqsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Endi menikida hozir IES bo'lmag'achqa yoki shunday bo'lmag'achqa men bu yana 80 qilib tanishidim. Ko'pchilik 80 qilib tanishiga ahvolasida to'rbatning yuzi mana shundoq chiqsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ya'ni to'rbatni yuzi kirishniki ikki xil usul bor. Birisi 120 chekit 0 chekit 0 chekit 1. Yana birisi localhost. Mush ikki xil usul orqali to'rbat yuzi kirib sinab chiqish bo'ladi. Mana bu shundoq PHP'niki usullar chiqqan bo'lsa, bizniki PHP muhitini qurib chiqishimiz layoqatli bo'lgan bo'ladi. Bu soatlik darsimiz mush yerda oxirlashdi. Darsimizga parad tursin. PHP öğreniş kökü top numara 1939 83 259. Dersini yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Dersimiz mush yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. Bizning 7 soatlik darsimiz PHP'ning muhitini tanışlash jihatda ko'rilgan xatoliklarni tuzatish darsi. Biz IBM serverini qo'zg'atgan vaqtda Apache'ninki port eg'izini yana chetiq eg'izini 80 qilib tanishigan edik. Endi biz IIS yoki shunday qachligan vaqtida Apache'ninki chetiq eg'izini 80 qilsak, IISning chetiq eg'izi 80 bo'lsa, shunlayning chetiq eg'izi 80 bo'lsa, Apache'niki 80 qilib qo'ysak, bular o'zaro to'qnashib xatolik hosil bo'ladi. Shuningcha kompyuterda agarda IIS yoki shunday ahvolasida biz 80 qilib qo'ysak xatolik ko'riladi. Yani shuningcha biz bu to'qnashni hal qilish uchun buning chetiq eg'izini yana 80 dan yoki 81 yoki 82 yoki 88 qilib o'zgartsak xatolik chiqmaydi. Endi ben buni chetiq eg'izini 88 qilib o'zgartay. O'zgartgandan keyin men endi IBM serverini qo'zg'atay. Boshqa yerga chiqilmadim, faqat shu 80 degan chetiq eg'izni men 88 o'zgartdim. Bu yerni qo'zg'atay. IBM serverini qo'zg'atdim. Endi nima uchun 88 qilib o'zgartdik deganda Apache'ninki chetiq eg'izi bilan IISning yoki shuningki chetiq eg'izining o'zaro to'qnashib qolmasligi uchun men hozir 80 degan chetiq eg'izni 88 o'zgartdim. IBM server to'liq qo'zg'aldi. Endi men aqbatni birini ichib oldingi soatdagi so'zlab o'tganga o'xshash men bizningki dal shu PHP'ni saqlaydigan mundarjasidagi shu PHP info degan hujjatni men bir ziyorat qilib ko'rib boqay. Endi kirgan vaqtda yani biz oldingi soat 2 xil usul orqali kirib ziyorat qilishni so'zgan. Birinchi xil usulda salsifra orqali kirib so'zlashni deylar. Yani 120 chekit 0 chekit 0 chekit 1. Bu IP adresi voice bo'ldi degan. Endi buni internet bosgandan keyin menda xatolik usul chiqdi. Yani bu xatolik usul chiqishiningki sabablarini biz ko'rib o'tsak, bu yerda bir qancha xil deydi. Masalan, ulanishni xatolik chiqdi yoki ulanishni rad qildi deganga o'xshash bir qancha sabablarni ko'rsatib berdi. Endi biz ikkinchi xil usullarga kirib boqaylik. Masalan, localhost orqali. Localhost orqali kirib boqsak, localhost orqali kirganda bu yana o'xshash shunday xatolik chiqdi. Endi nima uchun biz IBM serverniki chetiq eg'izini 80 dan 88 qilib o'zgartganda bunday xatolik chiqib qoldi. Nima uchun biz IBM serverini yani shu Apache degan mulozim turni, IIS degan mulozim turni shunlaydigan tordan har xil detal yoki kinolarni tushirish detali bilan birlashib ishlatilib olmaydi deganda IISning chetiq eg'izi 80, shunlayning chetiq eg'izi 80, bizning Apache'ning chetiq eg'izi 80 bo'lganda o'zaro to'qnashib qilib
normal işlemay xatolik uchrashib qoladi. Endi navbat bizning kompyuterimizda IIS yak shuli yomg'avsida bizning 6 soatlik darsimizga o'xshash mashg'ulotimiz to'g'ri ilib borgan bo'ldi, to'g'ri chiqadi. Endi biz bu IPM serverni ishlatimizdek cho'qim IISni yoki shulini yutishimiz kerakmi deganda undaq emas. Ya'ni biz chetga o'zgartirsak bo'ladi. Ammo chetga o'zgartganda hamda manda xatolik chiqib qoldi. Bu xatolikni qanday tuzatamiz deganda bizning IPM serverni ishlab chiqargan shirkat Apache'ninki chetga odat 80 bo'ldi deb biz ko'rsatib o'tgan. Bu odatki vaqtda 80 bo'ldi. Umumiy ishlatuvchilarimiz 80 qilib ishlatadi. Ya'ni biz faqat alohida ahvolni ko'rsatib turib buni 88 qilib o'zgartdik. 88 qilib o'zgartgan yoki 80 dan boshqa qilib o'zgartgan ahvolida biz buning chetga eg'izini cho'qim ko'rsatib o'tishimiz kerak. Qitib berishimiz kerak ziyorat qilish adresiga. Masalan, localhost deb endi men shu Apache'ning chetga eg'izini qitib berishim kerak. 88 hozir shunga 88 qitib beray. 88 qitib berishning usuli localhost chetga qitib beray. Qitishning usuli qo'shikket 88. Internet bosgandan keyin endi bizning 6 soatlik o'tilgan darsningki ko'rinish bilan o'xshashdi. Ya'ni PHP info degan hujjatni men ziyorat qilmoqchi edim. Shuni ziyorat qilib ko'rsam dal mush PHP'niki nashrlash quda. Buni o'z hozir ikkinchi xil usullarni ko'ryapmiz. Birinchi xil usullarni ko'rib olsak, 127 da chekit 0 chekit 0 chekit 1 chetga yana qitishning usuli qo'shikket chetning ig'iz qildamda. 88 bo'lsa 88, 82 bo'lsa 82 bo'yicha. Bizning hozir chetning ig'izi 88, shunga men 88 deb qitib berib interni bosgandan keyin yana shu biz burun ko'rib o'tgan shu PHP'ning nashrning ushuri har xil PHP'niki ushuri chiqsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Mana ma'vu hamda bizning chetniki ig'iz o'xshash bo'lmagan ahvol ostida ko'rilgan xatoliklarni bir taraf qilishning usuli bo'ldi. 80 Apache'ning chetki ig'izi 80 bo'lgan ahvol ostida kompyuterimizda IIS yoki shuli bo'lmasa oldingi soatdagiga o'xshash to'g'ri chiqadi. Chiqdi. Endi biz navbat kompyuterda IIS shuli bo'lsa, endi Apache'ning qanday ahvolida uning chetki ig'isini 80 qilib qo'ysak, ular bilan to'qnashib xatolik uchur chiqdi. Bu xatolik usurini tuzishning usuli Apache'ningki chetki ig'isini o'zgartirish. Ammo Apache'ning chetki ig'isini o'zgartgan vaqtida biz to'g'ri ziyorat qilamisak, Apache'ning chetki ig'isini biz ziyorat qilmoqchi bo'lgan adresining oxiriga qitib beramiz. Qo'shikket oxiriga chetki ig'iz qildi. Dalam shuni qitib berish orqali to'siq bo'ladi. Biz uchraydigan ko'p masala shu. Mush masalada kalimimiz oydinlashib olsa, xatolik uchur chiqmaydi. Xatolik uchur chiqqan ahvolida biz uni tuzitib ketalaymiz. Demakchilik endi hozir biz kompyuterimizda IIS shunday Apache deydigan shunday ikki xil lozimdir, bir xil detal. Ya'ni IIS lozimdir, bizning Apache bumi bir lozimdir, ikki xil lozimdirni kompyuterda ishlatkili bo'ldi. Demak, bir kompyuterdan bir mashg'ulot sistemimizda ikki xil lozimdirni ishlatish maqsadiga yetalaymiz. Bu misyadan shunaqlam chetki o'zgarib ketgan ahvolida biz cho'qim chetki izni oxirida biz qo'shib berish orqali ziyorat qilishga bo'ladi. Bu masalalarni bir taraf qilish jarayoni mana shunday bo'ladi. Endi ko'plagan yana masalaga uchrab qolsanglar, bizningki to'pimiz ko'p. To'pdan savol so'rashinglarni men qizg'in qarshi olaman. Bizningki top nomerimiz 1939 83 259. Ders o'zgacha parad tursin. Dersimiz mushayda axlashdi. Dersimizni yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Xayr xo'sh.